Obunachilar sizlarga keyingi reklamamiz legendarniy Tiko bo'ladi. Yili 97-yil. Motorlar remont bo'lib, haydashga tayyor holda turibdi. 4 baloni toza. Hech qayerda umuman aybi yo'q. Kutib haydalgan mashina. Ichki salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Salonlar ham akkuratniy holda ekan. Yurib o'tgan masofasi 392 ming. Bu yoz oyida mana ventilyatorlar ham bor ekan. Konditsionerda bo'lib, muzday bo'lib turaveradi. Eshiklar ham zo'r yo'llar ekan. Benzinda mashina. Qiziqqanlar bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol telefon etaverasizlar. Buning bahosini 13 million so'm pul aytib turibdi. Ustunda kelishtirib beraman deydi. Laboyda nomer turgan ekan, shunda ham pastga qoldiramiz, chala ko'rinib turibdi bu nomer. Bemalol bog'lanaverasizlar ko'rsatilgan nomer.